Agar g'urom qilagan bo'lsang, ma'lum, sirasi ketaveraman, qara lekin. O'zing o'ynashni bilmaysan. Yana ketaman deysan, baho. 6-2. Olib chiqaymi? Sulton aka. Ke rais. Nechi marta aytdingiz o'zingiz rais bo'ling deb. Oilaviy mojaro bo'lyapti, hal qila olmayapman. Ha, olib kel. Gapir. Sulton aka, bular meni вообще yaxshi ko'rmaydilar. Ertalab chiqib ketadi, nuqul kechasi keladilar. Umuman hech qanaqa mehr yo'q. Ovqat qilaman, bolalarga qarayman, nuqul yo'q edi. O'zimga ham qarolmayapman men уже. Sen gapirchi. Sulton aka, men yo ishli yoki uyda o'tiring. Bolamni garshiga o'tirgisi keladi, to'g'rimi? Garshiga o'tirish uchun qonida nimadir bo'lishi kerak. Nimadir bo'lish uchun men nimadir olib kelishim kerak. Nimadir olib kelishim uchun ishlashim kerak. Shuning uchunmayapti bu. Bular urshagan bo'lsa, men ketdim, o'ynamayman. To'xta. Rais, bularni kam ta'minlanganga qo'shib qo'y. Sen ertadan ishga chiqma. Mahalla berganini yeb yotirasanlar. Yo'q, Sulton aka, biz yarashib olamiz. Kelib qolamiz o'zim. Yaxshi. Hal bo'ldi. Endi olib chiqing. Ha, olib chiq. Mana shu mahallaga ko'chib keldim. Uyi buz bo'ldim. Endi imorat tushiraman. Mamutga faqat barjor qo'yish kerak. Mamutga ограждение qo'yib, orqani детский площадка qilish kerak. Mam do'dol o'tirgan joyi o'rniga batut qurishimiz kerak bolalarga. Mana biza menda otdi, men o'ynamayman, bo'ldi. O'tir. Nimani bizasan? Kecha kelib olib. Basharangni buzib qo'yaman hozir. Sarbatda. Stop. Siz menga ugrajat qilyapsizmi? Sizni popig'ingizni pasaytirib qo'yadigan odam olib kelaman. O'chib yo'qmasdi, nima do'stsiz? Bu yoqqa o'ting. Kimligini taniysizmi? Kim? Voy Sulton akam u. Kim u? O Sulton akam. Boring ishingizni qiling, boring. Kel uzordim. Quyimi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, mashhura yaxshimisan? 20 yildan beri qiluv qilasan. Ularni qo'ya qolmading. Mana shu do'dir bahona qilyapti. O'chir. Endi ol. Mana. Voh, boshqachasimi bu? Yigit ham qovulligi. Voy, zo'r bo'pti lekin. Qoldirarsiz. Voh, rostdan ham qovunni mazasi kelyapti-yu. Bitishmay. Assalomu alaykum Sulton aka. Va alaykum. Ikkinchiga to'y boshlab qo'ydik. Uylanyapman. Ikkinchida Said qizini uzatyapti. Sen 4-da qilgan. 4-chi taklifnomalar 4-chi dedimi? 4-chi. Mana hokim bu. Mana chikkalaringiz. Nima bo'ldi? Sulton aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ha, hokim bolam. Ke, nima xizmat? Sizni ko'rib ketuvdim. Nardani boplayapsiz. Menga ruxsat. Ha, bora qol. Menga qara, kim bilan o'ynashib qo'yganingni bilasanmi? Kim bu? Sulton aka. Kim u Sulton aka? Meni aralashtirma, tushundingmi nima qilishni? Kimligini aytinglar buni, ha?